Assalomu alaykum. Xudo xolasa, yana bir hammomimiz bitdilar. Ko'rib turganingizdek, Xudo xolasa hamma jihozlari, boshqa narsalari bo'ldi. iPhone bo'lmasa ham, telefonimiz hal bo'lsa ham yaxshi oladi degan umiddamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, zapas suv zaxirasi bor. Через filtr suv cho'chiylar. Aristonimizni ham shu yerga qo'yib joylab olganmiz. Maqsad bu yoqda joy egallab ko'rinmaslik sababi. Bu yerda unitazimiz borlar. Hozir